Doktor Adilcan bir qancha qatim tilg'alib o'tdim o'sha Xitoyninki siyosatininki o'sha kishilarimiz xalqimizga siyosiy tuzilmaninki bu millatimizning psixikasiga mushundoq holat kelib qolishimizga bo'lgan ta'siri qaysi jihatdan ta'sir ko'rsatgan masalan bunga qanday qaraysiz? Doktor Abdurahim Can siz davom qilsangiz. Ben başlamdım. Ha. Sabah qo'shimcha qildim, ben sizdan so'radim, yana Adiljan qo'shimcha qildi endi. Asli Xitoyning mustamlakachiliginin ve bizga yurgizgan zulmini Uyg'urlarning umumyuzlik psikologiyasiga qanday ta'sir ko'rsatganligi masalasi nihoyatda cho'ng va favqulodda muhim tema. Chunki bizning uzoq mezgillik mustamlakada qolishimizning bizning ruhiy dunyomizga qoldirgan cho'nqur izlari bir necha kitob bilan izlanishi mumkin. Bir necha doktorlik maqolasini o'tirib chiqarishchilik jiq masala bor bu işte. Şu bu cho'ng savolga qisqa vaqtda gap qilishmi bir sal yengiltaklik. Shunda bo'lsa-mu, men bir qancha nuqtani mana o'tirib tashlashga tirishib boqaman. Uzoq muddatli zulmning bir millatga akildigan eng yomon ta'sirlarining biri birinchisi menimcha shu millatning ashu zulmni va ashu zulmga uchrashini muqarrarlik deb qarab uni o'zlashtirib olish ishga. Bu gap mayda chiroyli aytilgan edi. Amaliyotda bu biz odatda to'la qaqshaydigan non-qurtilish. Ya'ni endi qanday qilamiz biz shunda yashab ekanmiz, shunda ojiz qolib ekanmiz. Endi tuxumni toshga o'g'ilolmaydi ekan degan ashu gaplar o'zimizning mazlum bo'lsaqmi bo'laverdi. Ya'ni Xitoyning quli bo'lsaqmi hech qisi yo'q-ku, biz bu holatdami yashab ketalaymiz-ku degan aslida bir inson qabul qilmaslikka tegishli bir rolni, bir o'rinni Uyg'urlar umumyuzlik qabul qildi. Qabul qilmaganlar zodi isyonchi bo'ldi. Mutlaq ko'pining isyonchi bo'lmagan qaraganda qabul qilganligi rosa. Bu ham bir nuqullik Uyg'urlarda yuz bergan hodisa emas. Ibn Xaldunning Muqaddima degan kitobida shu uzun mezgil boshqalarning zulmi ostida qolgan millatlarda bo'lgan o'zgarish haqida 2-3 varaqliq bir narsa bor. Shu Adiljan tarjima qildi, men tahrirdim o qismini. Bir necha kun mana shuningdimi shu yillar shu 13-asrlarda 14-asrlarda Ibn Xaldun shu uzoq muddat zulmda qolgan kishilarning zulmga uchrab turibmi o'zining zolimlarga ma'lum darajada yaqinlik his qilib qolganligidan iborat bir narsani o'tdi. Mana Qur'oni Karimga qarasak, shu Bani Isroil qissasini biz buni o'shan qila olamiz. Qur'oni Karimdagi oyatda Bani Isroil Alayhissalomning rahbarligida Firavndan qutulgandan keyinmi Alloh ularga ne'mat qilib tushirib bergan bu buduni va taranjibin degan narsaga biz zerikib ketdik. Bizga shu burun yegan shu samsoq yesimoq deydigan ko'ktatlarni ekib bersa deb shu Muso alayhissalomni tanglikka soldi. Bu qanday gap desa, amaliyotda bu Bani Isroil qavmi avin davrida bu buduni taranjibin aşı tamaklı vakti şu köktat yetti. Firavun devrideki yaşam terzini sığınamadı. Firavun devrideki aşı samsaklarını o ciddi cumada aşını sığınamadı. Erkillik ilişkenden kim var? Kullukta yaşayan turmuş usulünü sığınamadı. Hem de muşu noktadan qarab bakıla. Hazır Uygur qanday qilib sığınmayotganda. To'g'ri, ular zulm salatda amma bek qattiq urib ketmasa maylit emasmi deydigan nurg'un Uyg'urni ko'ryapmiz. Ya'ni Xitoyning bizga asl zulm salish haqqi bor deganni bilib bilmay ichimizda qo'ydik. Shunga qulluqimizni davomlashib ketishning psixologik asoslarining biri va Xitoyga nisbatan uzul kesil ayrilanmaslik muhim sabablaridan biri shu. Buni cho'nqur tema jiq ilozim. Xo'sh. İkinci muhim ta'siri belki Uyg'urlardagi ishonchni Xitoy tuzilishida yoki zo'r darajada barbod qildi, vayron qildi. Chunki Xitoyning tuzilmasi
Her vakit Uygurlarning acizligini ularning yuziga uradigan. Mesela onun adli bir misalini nima desa, o vaqtda to'lqotmalar imtihon bersa, ularga to'lqotir maktab imtihonida matematika uchun u bu deb 50 numar atrofida qo'shib beradigan bir numar. Xo'sh. Bu qaramoqqa Xitoyning Uyg'urlarga qilgan bir e'tiborlik belgili. Endi ma'lum darajada Uyg'urlarning zoti matematika o'rganolmaydiganligi, Xitoylardek yuqori numar ololmaydiganligi. Mana mushu narsalarni aqlga uyg'unlashtirib Uyg'urlarga ko'rsatadi. Bizmi uni bizga qilingan bir haqorat, bizning aqlimizga qilingan bir haqorat deb qaramasdan, Xudoga shukrani bo'lsin 50 numar bergan deb qabul qilishimizning o'zima bir fojia. Bu hamma tarafdan bizga o'zimizning ojizligi his qildirilgan bo'lsa, o'zimizga bo'lgan ishonchimiz umum millat sifatida tuallab ketgan deb o'ylayman. Tuallab ketgan deb. Shunaqaki öz içimizden ölüma çıksa, öz içimizden siyasetçi çıksa, öz içimizden bir kötü dünya adam çıksa, içimizden bir yerlerde şu bu adamın nispeten haillik olmayı. Mesela aramızda birisi bizim bekar akşadarlık olsa tirişim. Azap bizde başvurduğun bir makam hikayesinindeyiz. Aşı gibi biz başvuran dedik. Biz birlikte oynayıp birlikte soğuk çıkıyor. Değil mi? Bunun oyunuğa bize Xitay başvursa. Hatta chet eldik chiqqanligimda his qildim. Xitoy emas. Shu Uyg'ur bo'lmagan qanday bir millat bizga ozroq gap qilsa, aytib qoldi ekanmiz. Sahnildimi? Qancha qatim shu yig'inlarga qarasam, ba'zi boshqa millatniki bizga tashqan nutqlardan keyin Uyg'urlar o'zimizning adamlarga chalgan javob, ko'proq javob berganligini ko'ra olamiz. Balki mening bo'lsinmi biz yaxshi ko'rdimi akimiz deydigan bir his tuyg'umuzni qondirgan bo'lishi mumkin. Ulan yol gösteriş ve kendimizi şapalaklap koyuşturup bizi nayet huzurluk, nayet rahat bir neden. Vay palaneli bizde muayyelleştiripti de her daim başka milletinin muayyelleştirişini isteydiğen bir tilemci psikolojisiga girip de oldu kendimiz. Bu ameliyette özümüzge olan işençimizden ait zayıfleşkenliğini, öz ademlerimizden iktidarı bulan işençimizden yukarılıkının bir alameti, bu Xitay'dan bir galibesi. Çünkü biz öz içimizden çıkan üstün kişilerini qanday qilsak qilib ko'zga ilmiy olsak, o'zimizning ular bilan tengkelligini qancha isbotlay olsak, o vaqtda biz uyuşanmaymiz. Çünkü o'zimizning üstün odamlarga gapini anglay demaymiz çünkü. Biz o'zimizning ular bilan o'xshash ko'ravergandik, qanday yerda. Xo'sh. Ameliyatda bu tegi takdidin o'zimizni ko'zga ilmaslik ve bu o'zimizni ko'zga ilmaslikning ostida o'zimizga bo'lgan ishonchning yo'qligini bir alomat. Yani Adilcan bir nasıl yaxshi to'liqlab qo'ya oladi deb o'ylayman. Bu Abdurim degan vaqtda mustamlikini qabul qilish va shuning bo'yicha shu ziynat bilan yashash insonlar yoki qanday bo'ldi ekan desa, mushu zulmni paydo qilgan, mushu zulmni o'tirib chiqargan siyosiy madaniyat yoki madaniyatlarni qat'iy surish qilmaydi ekan. Faqat bu sababni o masalan Mao başlık kesse, Makta başlık kesse değil. Bu özgüreydi. Diyen kişilerle bağlap düşündürüyen ahvallar. İnsan güçlü kullukken. Mesela Makta ketken, bunu oğun kegen, lakin yaxşım kılıç mümkün. Ama Makta ketken ki sen çiğnip ketti, yeni birisi kegen deyinken, sen yumuşak kılıç mümkün. Kişilerle karaydı ama muşu kişilerin çıkan medeniyetke, siyasi medeniyetlerge, siyasi çözümge qat'iy qaramaydi. Bu del şu müstemlikini qabul qilgan ziynatdagi insonlarningki masalalarga konkretli qaraydigan, uning keyindagi abstrakt yoki uning sistemdagi, uning keyindagi sabablarga, tegdiki mohiyatlarga pek markazlashmaydigan ahvollar pek ig'ir bo'ldi ekan. Bu bizning eng cho'ng yo'qotib qo'ygan bir alayligimiz deb o'yladim. Bu bir. Yana birisi Abdurahmon deb o'tdi, o'ziga bo'lgan ishonch. Ya'ni o'ziga bo'lgan ishonch yo'qolib ketsa, o'ziga bo'lgan hurmatmi? Yo'qolib ketadi ekan. Bu hurmat degan gap desa, bizga o'zimizga bo'lgan hurmat nereden keldi? İtiqadimizdan keldi. Biz tarixga o'tirib qo'ygan nurg'un asarlarimizdan keldi. Bizning bir inson bu sifatimiz bilan nurg'un ishni qiladiganimiz iborat angdan keldi. Ya'ni biz bir Uyg'ur shaxs bu sifatimiz bilan o'tirib qo'ygan asarlarimiz, millat bu sifatimiz bilan o'tirib qo'ygan sistemalar yoki davlat yoki cho'ng-cho'ng ishlardan keldi hamda. Ya'ni mush o'ziga bo'lgan hurmat Xitoylar tarafidan davomli xunuklashtirilib,
itibarsızlaştırıp keldiğine boğaçlar şundakla muşunga erişip bizim bu bunun turuşumuz azizlikka erişip üzgü görmek çıktı. Şun alıqı Abdurrahim dep ötkendek biz nima qılamaymiz. Şu hiçbir Uygur qayıl olmaydigan, Uygurni tap qılamaydigan dep çok miyatı bir eyip tepip qılımız. Bu nima millətdə? Üzgü bolğan hörmətninki çüp ketişi. Şun üzgü hörmət çüp ketkenki qanda qıldı? Qaqşaydigan gep hemde. Bunun qaşap bakılan gep, bunun qaşap bakılan, bunun vaysap bakılan gep əməliyyatda buna ait eğri məsələ. Ondan keyin şu müstəmlikinin keltirib çıxan ən çox psixik hadisi sebepni asla işçidin yüzümüzün köməyimiz. Belki qaqşaydigan adam şu. Çoxum sırtqı sebepler izleyimiz. Sırtqı hadislerden, sırtqı sebeplerden. Çünkü meselenin her zaman analiz qılan iki tarafı var. Birisi işki sebep, yüzümüzdeki münasebetlik sebep. Ben adil bu bilen sebep men zaten nerede? Nerede hata kıldım? Bir Uygur'un eğer taşqı sebep ta meseleninki taşqı sebep zaten nime? Bana qaysi bir sistema tosağı oldu. Yaki bana pul mu, yaki ictimai tüzüm mu, yaki başqalam degende şu. Meselenin iki tarafı var hem de. Eğer qaqşaydigan insanlar qanday bolur ekan bizde illet karakterlik seviyeye götürülgen. Taşqı sebepten. A pul yetmegenlik üçün bir. Yaki Xitay yol qo'ymaganlik üçün, ruxsat qilmaganlik üçün. Yaki davani monopol qilmaganlik üçün. Va yaki davani yaxshi qilinmaganlik üçün degandek taşqı sebep döngep qo'ydigan ishki, ya'ni o'zimizdan izlamaydigan ahvollar umumlashgan bo'ldi ekan. Bu qanday bo'lar ekan sizlar? Mush pasif inson uchun ahvol ekan bu. Men bilan qari yo'q. Mush taşqı sebep o'ynab qolganlik uchun mush bo'ldi deydigan. Şu bunda havalasida yeni asarlarning o'tirib chiqishi tez. Şuna qaqşamaydigan, normal qaqşaydigan, tanqid bilan muomala qilgan inson bo'lsa, qanday qildi? Aldan sababni o'zini izlaydi. Onun bir ölçüm buldu tanqidlash uchun. Mantiqliq bir ölçüm buldu, ilmiy bir ölçüm buldu, yoki qadriyatdan kelgan bir ölçüm buldu. Shuni o'lcham qilib turib, ondan tanqidlab, xatolarini ep tashlab, satlarini ep tashlab, to'g'ri bo'lmaganini ep tashlab, o to'g'risini, güzellik narsani ep qoldi. Andan bu insan o'zini taraqqiy qilishga erishadi. Ammo ikki qaqshash masalasi qaqshab tasha to'xtab qolgan, xatolikni o'zini izlamaydigan bunday ahvol. Shuni bizda shunga bundaq bir psixika bizdek insonlarda Xitoyni ular deb qaramaydigan, o'zimizning jamiyatidagi insonlarni biz va men va ular, sen yoki biz va ular deb qaraydigan bundaq jamiyatning ichini bilib tashlaydigan, bilib muomala ahvollar sal eg'irroq. Agar qaqshamaydigan bo'lsak, bir Uyg'ur jamiyati buyupsun deb qarab, bu biz. Ama ular kim? Xitoy. Manda muomala qilatdik. Va shuni qarata pozitsiya bildirgan bo'latdik. Shunga bir o'zimizda bilinib ketiluvchi men yoki sen, biz yoki ular. Unda bo'lgandan keyin bu qaqshashning meni bir keltirib chiqqan natijasi deb qarayman. Shunga deyli, masalan, ma'rifatdagilar yoki qurultaydagilar. Dal ular. Ular emas ya, o biz cemiyetin bir kısmı. Mesela ya da ular bo'lgan dal Xitoy bizga nisbatan. Bizning chakchilar Xitoylar bunun qalish intayin ro'shan. Xitoylar burun tarixdan beri Uyg'urlarni ularda muomala qilgan. Shu ziynatla muomala qilgan bo'lg'achqa, shu ularniki siyosati sistemlik elib berildi. Keng ko'lamlikchu. Biz unda muomala qilmagan bo'lg'achqa Xitoylarga, shu bizningki bunda bo'linib ketgan, uzun muddatlik emas. Anda olğan ki miyadaki meselem del aşı biz sen meselesi şu miyada. Şu uzun müddet müstemlikime muşuna bir ahvalını keltirip çıkarırlar dep oylayman. Şu bizde ola olğan diken men mesuliyet almayman. Eğer biz dep oylagan bolsak meselen şu bir Uygur biz dep oylagan bolsak mesuliyet algan bolatdım. Az qaqşa etdim, emil iş qilgan bolatdım. Ama sen ve men biz ve ular dep muomala qilganlik uchun biz yaxshilar qaqşasak buldu, ular qilsin ishni. degan mantiqi bor. Zihniyat va deb o'ylasak bo'ldi. Xo'sh. Adijanning gibi ikki qiz qo'shib keldi. Biroz ilhomim tutdi deylik. Bo'ldi. Ya buni qadam ro'shanlashtirish uchun bayan biz qaqshashning bir orqa ko'rinishlari, sabablar haqida to'xtaldik işte. Shuni munosabatlikni so'zlamoqchi bo'ldim. Birisi bunda bir sebep his qilyaptimi? Biz hozir Uyg'urlar o'zaro birisi-birimizning qaqshash, tillash, haqoratlashdan da favqulodda energiyalik, nihoyat kuchli. Eng efsonaviy gapni topa olamiz. Eng vahshiy o'qitishlarni topa olamiz. Va nihoyat rahimsizlik bilan tillasha olamiz. Xo'sh.
Agar internetni Uyg'ur ishlatayotgan Facebook qatorliq o'sha internetdagi mazmunlarni analiz qilish mumkin bo'lsa, bunda bir qiziqarli bir natija chiqishi mumkin. Uyg'urlarning o'zaro tanqid, o'zaro tillashlari bilan Uyg'urlarning Xitoyni tillashi, Xitoyni tanqidlashining nisbatlashtirgili bo'lsa, gayet kulkilik bir natija ko'z oldimizga kelgandek qildi. Belki 80-90% o'zaro tillashish bo'lsa, balki 10-15% anadagi haqiqiy diqqatimizni Xitoyga qaratib turib, ularni tanqidlagan bir narsalar tepilishi mumkin. Xo'sh. Buni nima sababdan tilga oldim desa, biz o'zaro tillasha olgan vaqtimizda o'zimiz ekanmiz. Chunki qarashlarga javob qaytarganlik uchun o'zimizda biroz qadr tuyg'usi paydo bo'ldi ekan. Ammo Xitoy bilan bo'lgan tanqidda hech qaysi Xitoy hukumati yoki Xitoy bizning tanqidlarimizga javob qaytarmagach, turib asli Xitoyga chiqarish tegishli energiya, Xitoyga portlatishga tegishli nafratni, uning nishonini ichimizga qaratib, o'zaro birisi-birimizga chiqarib ekanmiz va portlatib ekanmiz. Bu tarafdan normal bir hadisa. Hem bizde qarshi tarafni tillab yengib oladiganligimizga nisbatan ishonchimiz bo'ldi ekan. Ammo Xitoyni tanqidlab yengib olmaydiganligimizni bilgachga, shu uning hozir ikki tomon qanday ekan aslida to'xtab qoldi ekanmiz. Bu haqiqatda o'ylanishga tegishli bir hadisa ekan deb o'ylab qoldim. Mesela hozir chet elda Uyg'urda yana bir qo'shib qo'ydi uni. Qulluq zihniyatiga munosabatli. Chet elga balki mutlaq yo'q qism Uyg'ur Xitoyning o'ngshilib qilishiga bo'lgan ishonchisi, ularning ag'durilishiga bo'lgan ishonchidan kuchli bo'lishi mumkin. Yani Xitoy o'ngshilib qoladi degan bir fursatni kutayotgan Uyg'urlar, yo Xitoy ag'durilmasa ish hal bo'lmaydi degan fursatni kutayotgan Uyg'urlardan ko'p bo'lishi mumkin. Mana bir fojiamizning yana bir ruhiy. Yani o'ngshilib qilishiga ishindi. Bu ne kadar kulkilik ishindi. Neçə yüz yıllık bu zulümün başında ötküzgen bir millet bilen tekrar evlat, ecdat o zulümden temin tetibatkan bir Uyg'ur süpütler yine o'ngshilib qolibdi deydigan bir narsaga ishonchimiz hali ham bor. Shunga azroq ishni ichib qo'ysa darhol voy qaytqili bo'ldi ekan degan gaplarning umidvorlik bilan tarqalishi. Boshliq ketib qolib qolsa o'ngshilib ketibdi, Xi Jinping olmasa o'ngshilib degan ma'qul umidlar amaliyotda qo'rqinchli. Hakikaten nereden söylersek ya bu milletin içindeki mesele